Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari va qadrli mehmonlar. Sizlar bilan bugun Soliq.uzdan yana bir marta cashback yetishni o'rgatmoqchiman. Keyin karta kiritishda ba'zi bir muammolar bo'layotgan ekan kimlardadir. Yana shunga o'xshash ba'zi bir muammolarga bugun sizlar bilan yechimlarini qidirib, izlab topamiz xudo xolasa. Endi kimdadir qandaydir texnik muammo bo'lsa, endi u texnik jihatdan men yordam bera olmayman. Bu yerda общий hisobda 190 ming so'm cashback yiqqan ekanman. Общий hisobda. Bu nechinchi yildan buyon ishlagan bo'lsa, почти o'sha yildan mana boshlaganman. O'shandan buyon shuncha cashback yig'ib olgan ekanman. Va bu yerda hozir jarayonda turibdi 14 ming so'm va hamyonda 5700 so'm turibdi. Bu yerdan biz yecha oladiganim mana bu. Mani yecha oladiganim pulim mana shu, hamyonimda turadigan mana shu. Bu jarayonda, aytaylik, hozirda aprel oyini уже 27-sanasi. Aprel oyida skanerlagan cheklaringiz mana buni bossangiz skanerlaydi. Korzinka, Havas shunga o'xshagan boshqa bir parket shunga o'xshaganlardan savdo qilgan vaqtingizda sizga chek beradi. O'sha chekni olib skanerlasangiz sizga o'sha O'zbekiston Respublikasi soliq nimasi tomonidan 1% cashback beradi. Mana shu taqlidda siz o'sha cashbacklarni yig'ib ma'lum bir miqdorga yetganini chiqarib olsangiz ham bo'ladi. Eng kami 1000 so'm deyilgan. Ana endi do'stlar, meni hozir hamyonimda mana shu, agar sizda ham hamyoningizda turgan bo'lsa mana shu summa chiqarib olsangiz bo'ladi. Bu jarayonda aprel oyida skanerlagan cheklarimiz kelasi may oyining 25-sanasida hamyonga o'tkaziladi va уже 26dan bemalol chiqarib olsangiz bo'ladi. Endi juda ham ko'p miqdorda bo'ladigan bo'lsa, bu cashbacklarimiz bunda ozroq muammolar bo'lishi mumkin. Ya'ni aytishimiz mumkinki 1% taqdim etiladi. Bu degani 100 ming so'mdan 1000 so'm. 1 million so'mdan 10 ming so'm bo'ladi. Adashmasam 10 ming so'm. Endi 10 million so'mdan 100 ming so'm bo'ladi. 10 million so'm. Bu degani endi siz bir oyda, aytaylik, aprel mana shu oyda siz 10 millionlik savdo qilsangiz 100 ming so'm cashback yig'asiz. 100 ming so'm. Bu sizga may oyining 25-sanasida tasdiqlab o'tiladi. Ammo bu juda nisbatan katta summa. Shuning uchun buni ular yaxshilab tekshiradi. Undan nima qilib o'tirmang. Bular ahmoq qilolmaysizlar. Sababi nechta kallalik odamlar o'tiribdi, bu yerda ham har xil quruqdan quruq bo'lmaydi. Keyin bir tarafdan endi 10 million oyiga xarajat qiladigan odamni bu 100 ming pulga umuman nimasi bo'lmaydi jilaniyasida bir tarafdan. Shuning uchun kimlardandir ba'zan 1 milliongacha cashback yig'ib qo'yganlarni ko'rganman. O'zining shu gruppasi bor edi. 1 milliongacha cashback yig'ib qo'yganda, endi 1 million bo'lishi uchun tasavvur qilinglar, вообще bir katta summadan aylantirib olish kerak bo'ladi-da. Keyin yana bir foydali ma'lumot berib o'tmoqchiman. O'sha nima deydi uni? Ijtimoiy himoya reyestrimi bir baloga shunaqa narsa bor edi. O'sha mahalla tarafidan unga mahallada bunday kam ta'minlangan va shunga o'xshagan bir baloga a'zo bo'lsangiz, siz 12% cashback qaytarib olsangiz bo'ladi. 12%. Bu degani 100 mingdan 12 ming so'm pulingizni qaytarib beradi. Hozir biz nimaiki sotib olsak 12% QQS solig'i bilan to'laymiz. U 12% QQS solig'i o'shanga minadi, sababi bu davlat hisobotiga ketadi. Nimadir tovar 100 ming so'mdan sotilyaptimi, o'sha tovardan 12 ming so'm ayirib tashlaysiz. Tovar narxi keladi. U 12 ming so'm solig'i davlat hisobotiga ketadi. Ana shunaqa gaplar do'stlar. Xo'sh. Tasdiqlanganlar 176.061 so'm, to'langan, ya'ni men chiqarib olganman 170.348 so'm. Endi pulni chiqarib olishga o'tamiz. Buning uchun bizga mana bu bo'lim kerak bo'ladi. Va ushbu bo'limga bosamiz va pullarni chiqarib olish uchun bizga ulangan kartalar chiqadi. Agarda kimdadir karta
qo'shilmagan yokida bexosdan o'chib ketgan bo'lsa, karta qo'sh deganning ustiga bir marta bosamiz. Bu yerdan karta raqamingizni kiritasiz va amal qilish muddatini kiritasiz va karta nomini kiritasiz. Shu yerda eslatib o'tay, sizni kartangiz qaysi raqamga ulangan bo'lsa, faqat o'sha raqamga ulash kerak. O'sha ilovani qaysi raqamga ochgan bo'lsangiz, aytaylik, mana bu mani telefon raqamim. Bunga telefon qilib bezovta qilib o'tirmaydilar. Bu prosta bezak uchun turadi. Xo'p. Aytaylik, mana shu raqamga ochilgan bu soliq ilovasi. Ana endi meni qo'shadigan kartam xuddi mana shu raqamga ulangan bo'lishi shart. Bu yerda o'zi mana bunday qilib yozib qo'ygan. Ana endi yangi karta qo'shmoqchiman. Kimlardir qo'shib bo'lmaydi degan, qanday qo'shiladi degan savollar kelib tushgan, shu sababli hozir. Xo'p, mana men karta raqamimni yozdim. Yozganimdan so'ng mana bu yerda kartani egasining ism familiyasi chiqadi. Bu to'g'ri. Ana endi bu yerga amal qilish muddatini yozasizlar-da-yu. So'ng karta nomi deganga karta nomi usti karta bo'lishi mumkin, shuni yozib turib, qo'shish deganning ustiga bosasizlar. Men hozir endi bularni qilib bo'lib, hozir videoni davom ettiraman. Endi bu yo'g'a уже sekretniy ma'lumotlar. Mana уже hozir bu yerda tasdiqlash kodi keldi, ruxsatni bosamiz va davom etishni bosamiz. Va karta qo'shildi deyapti. Ya'ni muvaffaqiyatli tarzda men karta qo'shdim. Mana birinchi o'ringa chiqib qoldi karta. Ana endi karta qo'shib olindi. Ustiga bosamiz. Birinchisining ustiga bosamiz. Yo'q, bu yerda emas ekan, uzr do'stlar. Xo'p, birinchi bo'limga o'tamiz. Hamyondan ustiga bosamiz. Mana shu hamyon degan yozuv ustiga bir marta bosadigan bo'lsak, bu yerda mana kartalar chiqib turibdi. Hozir menda 3 ta bo'lganligi sababli mana bu yerda mana bu narsa bor. Mana bosaman. Bular уже aktivlashtirilmagan ekan. Ya'ni aktivlashtirish qanday degan savol ham ko'p keladi. Shuni ham birdan ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, mana shu kartani aktivlashtirish degan yozuv ustiga bir marta bosish kerak. Qaysini? Misol uchun, karta aktivlashtirib ko'rsatmoqchiman. Karta aktivlashtirilsinmi? Ha. Xo'p, ya'ni SMS bo'ladi, ruxsatni bosib, shu davom etishni bir marta bosamiz va karta aktivlashtirildi. Mana karta qo'shildi deyapti. Ana endi qaytadan hamyonda degan yozuvga bosamiz. Shunday kiradigan bo'lsa, mana karta aktivlashtirildi. Bu o'sha kimnidir pulini uxlatib ketmaslik uchun ora-chorada mana bir SMS tarzida tasdiqlanadi. Ja strashniy ish emas. Xo'p, bosamiz. 5717 so'm 71 tiyin. Men mana shu pulni o'tkazmoqchiman. Va o'zi chiqib turadi avtomatik yokida o'zingizga kerakli mablag'ni kiritasiz va pulni o'tkazish degan yozuv ustiga bosasiz. Bu yerda 20 soniya vaqt beradi. Mana bu xizmat haqqi. Bular xizmat haqqi ham bo'ladi, shuni aytishim. Xo'p, sana vaqt sekundigacha bosamiz. Tasdiqlash. Sizning to'lovingiz muvaffaqiyatli bajarilyapti. Muvaffaqiyatli. Hozir уже mana ko'rib turganlaringizdek kelib tushdi mana. Srazi 5-6 sekund ichida cashback uzumgeniki cashback humo kart. Mana hozir dalniy время bu yerda soat 23:40, 23:39 da pul kelib tushdi. Cashbackdan ham ishlash kerak, har qalay. Buni ham foydasi bor. Ora-chorada bir nimaga yarab qoladi. Xo'p do'stlar, yana kimda qanday savol bo'ladigan bo'lsa, yozishlaringiz mumkin. Faqat endi ba'zi savollarning javobini men ham bilmayman, xullas do'stlar. Pul chiqarish, shunaqa karta qo'shish, bular juda o'zi oson. Hech qanday qiyinchilik yo'q. Aytib o'tganimdek, ko'pchilik bugun skanerlar erta pul chiqarib olsam deb o'ylaydi-da. Bu bunday ishlamaydi. Bu narsa o'zi ishlab chiqarilishiga sabab ba'zi bir qo'shturuq ichidagi tadbirkorlar. Endi ular ham soliq to'lamasdan ishlaydi-da, har qalay 12% bu baland-da u. Mana shu 12% ni to'lamasdan ishlab yuradiganlar bor. Bu narsa o'shalarni aniqlash uchun ishlab chiqarilgan. Boshqa davlatlarda ham bor. Rossiyada bo'lsa kerak, Amerikada ham bo'lsa kerak.
chek so'rang deydi-ku. Xo'p do'stlar, ushbu bugungi videomiz mana shulardan iborat edi. Hozircha shu do'stlar, yana qandaydir savollar bo'lsa bemalol yozishlaringiz mumkin ushbu kishpi haqida. O'zi kishpediachi bo'lish hech qanday qiyin emas, faqat uni ishlash kerak. Ishlash ham qanday? Borib tovarni xarid qilasiz. Agarda korzinkadan xarid qiladigan bo'lsangiz, korzinka ilovasini yuklab olsangiz, bu juda manfaatli. Ular ham kishbek beradi. 1% yokida 2% ular ham kishbek beradi. U kishbeklar uni o'zini ilovasiga yig'ilib boriladi, ma'lum bir o'sha to'plangandan so'ng undan bemalol shu korzinkaga to'lov qilsangizlar bo'ladi. Va bu yoqqa soliq ilovasiga birdaniga o'zi tushadigan qilib qo'ysa ham bo'ladi. O'sha приложениyaga ulab qo'ysangiz bas. Meniki shunday, misol uchun aytishim kerakki, korzinka ilovasidan foydalanaman, ya'ni korzinka karta bor, o'sha QR kodini har doim ko'rsataman tovar olganimdan so'ng. O'shanda yechib oladi va hammasi zo'r bo'lib ketadi. Ham bu yoqqa kishbek beradi, ham bu yoqqa kishbek beradi. Har nima sekin-sekin yig'ilib boraveradi. Xo'p, do'stlar, yana kimda qanday savol bo'ladigan bo'lsa yozib qoldiring, ko'rgan zahotim javob berishga harakat qilaman. Mabodo agarda kimda yana strashni savollar bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerda onlayn chat bor. Shu yerga yozasizlar, javob kelishi kerak. Lekin savolni to'liqroq bermasangizlar, iloji boricha adabiycha deydimi, shu tarzda adabiycha to'liqroq qilib savolni bermasangizlar, o'sha muammoni to'liq bartaraf qilishni istasangizlar, to'liqroq yozishlaringiz kerak. Shunda bu bratlar nima qilishni aytadi. Davron degan brat o'zi onlayn ekan. Aytaylik, salom. Ushbu soliq nimasi 1997-yildan biometrik faoliyatini olib borib kelmoqda, 2025-yilga qadar hozir ham ishlab kelmoqda. Javob sal sekin keladi, e'tibor bermaymiz. Har qalay hozir уже 12 bo'ldi. Xo'p, do'stlar, hammaga rahmat. Bundan keyingi bunday foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Va ushbu videomiz kengroq tarqalishi uchun ko'pchilikka foydali video bo'ladi, xudo xolasa. Bo'ldi ham shu. Karta kirgizish, aktivlashtirish, pulni qanday yechish, qaysi paytda ko'pchilik tushunmaydi bu narsani. Xo'p, o'zi juda oson aytib o'tgandek. Yana qaytarib aytaman do'stlar, yana bir marta. Aprel oyi hozir aytib o'tgandek, aprel oyida skanerlagan cheklaringiz kelasi oy, ya'ni aytaylik may oyida, may oyini 25-sanasida hamyon bo'limiga o'tadi, mana bu bo'limga. Va уже 26-sanadan chiqarib olsangizlar bo'ladi. O'shangacha sabr, toqat bilan kutish kerak. Endi buni asosan cheklarni korzinkada beradi. Havas, shunga o'xshagan do'konlarda ko'proq beradi. Kichkina mahallalardagi do'konlarda lekin kartadan to'lov qilgan taqdirdagina chek beradi. Aks holda bermaydi. Lekin sizda haqqingiz bor. Bitta so'rashga haqqingiz bor. Chek ber menga desangiz beradi. Xo'p do'stlar, hammaga rahmat. 14 daqiqa vaqtingizni ayamaganingiz uchun videoga like bosing, komment qoldiring. Savollar bo'lsa yozing, Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.